Kanalim tarixida birinchi marta 4 ta streamerga roppa-rosa 50 ming UC yutish imkoniyatini beraman va faqat buning uchun 3 raundda 3 xil janglarga ular tayyor turishlari kerak. Bular chopinglar birga yuringlar. Qara, bular ichki qoralarni qaranglar. Lekin bu janglarni ba'zida birgalikda, ba'zida bir-birlariga qarshi qilishlariga to'g'ri keladi. O'ldirib olish kerak elitni. Elit o'ldirib oraylik. Voy nega! Voy jinnilik qildi. 3 raund davomida ushbu streamerlarimiz har xil janglarda, har xil kurashlarda ballar to'plashga harakat qilishadi va bu ballar oxiriga 3-raund tugagandan keyin hisoblanadi va eng ko'p ball to'plagan odam 50 ming UC ni hammasini yutib oladi. Ikkinchi o'rinni olgan o'yinchimiz esa keyingi xuddi shunaqa musobaqamizga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma oladi. 3-va 4-o'rin streamerlar shunchaki bizni quruqdan-quruq tark etishadi. Sizlarni ko'p kuttirmagan holatda birinchi shart bilan tanishtiraman. Bu shartda streamerlarimiz 4 talari birgalikda bitta klassik match o'ynashadi va bu matchda top 1 olishlari shart. Top 1 uchun 5 ochko beriladi. Faqat bu 5 ochko har bitta tirik qolgan o'yinchilarga hisoblanadi. Ya'ni kimdir o'lib qolgan holatda top 1 olinsa, o'lib qolgan odamga ball berilmaydi va har bir kill uchun ham 1 ochkodan beriladi. Ya'ni 4 ta streamerimizda ham imkoniyat bor. Birinchi raundni boshlaymiz. Muchas gracias afición. Este para vosotros. Hammalarga salom. Kim bu bola? Bilaman, yorvoraman. Hammaga savol o'rtoqlar. Sizlar bilan Elite bola 50 ming UC. Ay! Salomlash, hali biraman salomlash jigarlarman. Hammaga savol o'rtoqlar, sizlar Elite bola 50 ming UC. Man cho'ta mazdam. Jin turibman. Jigar. Hammaga savol o'rtoqlar, sizlar Elite 50 ming UC li bola challenge qatnashyapmiz. Va 50 ming UC meniki. Pul bor joyda Elite har doim top 1 oladi va 50 ming UC akkaunt tashlab turaman. Ultra tayyorlab pulni. Bugun 50 ming UC ga qattiq kurash bo'ladi. Mendan chiroyli o'yin kutib qolinglar. Shuning uchun tayyorlandim, har kun shug'ullandim. Yana addush birimiz paydash qilamiz yoki birimiz go'shtimizdan yeymizmi? Qaranglar, event paydash qildik, bir-birimizni yerda eventdan chiqib hamma kill, hamma o'zi uchun. Mana bolla bir og'iz 50 ming UC deb jigarchilikdan oqibatdan kecha olmaylik lekin. Sana oqibatingga tuflab qo'yganim bor. Mana asl basharasini ko'ryapsizlar-a bolalarda 50 ming UC deb. Arzimaga 50 ming UC deb. Bolalarda asl basharasi ko'rinyapti. Ochilmagan qirralarimiz ochiladi hozir. Fayozim darman joyga olib jigar kill qilaylik. Menga ulanmaylar, menga ishonmaylar. Birinchi o'lgan samolyotda baqirib ofishatda O'zbekiston madhiyasini aytadi. Davay, qani letgo. Voy, ping o'zi bo'tdi menda. Ping. Elitda bahonalar boshlandi. O'yin hali boshlanmasdan turib elitda bahona. Okey. Voy, to'rtta tushdi odam. Arusha! Birinchi bor. Voy. Da bitam qorishdi. Ikkinchi tajnot. Bolla bosforsiga oladi. Voy, gap yopildi bular. Kisha chiqib ketdi. Elitga. Olib tashladim. Menga chiqadi, yegana qilib. Ikkita chiqadi. Mujik sizga. Abdushi. Botlar o'zi o'lib ketibdi. Qalaqadir o'lib ketdimi? Madhiya qani? Seryosh Qurilgan. Voy, orqadan o'tyapti. Voy, mana ketib qo'yapti meni. O'chishmayman ovozini. Ser quyoshim bilan ikkitasini olib ketdim. Elit yotdi, jimilar. Chiqaralar. Elit yotdi. Voy, yana tutib qoldi. Mana keldi. Voy, o'ldirdim jigar. Bular ichqora ekan. Ya ser quyosh aytdimmi?
Avogadro Elit attiga bilan bering. chopinglar birga Bu yuringlar, mushak Avogadro ekan. bir kill qilamiz. Hali o'lib ketsa. Qara, bular ichki qoralarni qaralar. ichqaralik qilish kerak emas o'g'lim. Bo'ldi, menda normali hammasi menda. Elit normalni kill qiyordi. Elit normalni kill qiyordi. O'ldirish kerak elitni. Elitni o'ldirib yuboraylik. Fayozov o'zidan ketdi bular. Ha, ichki qoralar qilyapti. Ketdi Avogadro. Elit, davay jigar, bosaylik. Qilamiz ya. Ketdi jigar. Shoshilmasdan. Buni tashqaridan birinchi o'ldiramiz ya. Ketdi event. Odam bormi? Hadi ikkinchi etajda. Shoshilmaylik. O uchiraman jigar menimcha. Davay, Bomba tushgan davay, joyda odam bo'ladi. Yo, chapga o'tib ketdi jigar. Ketdi ichkari kiramiz. Qilasizmi chiqing? Spirgini oling. Voy kim? Top ko'rganini qara. To'qim tegdi. Menda odam bor, ichkari yotib olgan. Hozir kirada ro'piramiz. Mana elit tashqarida yuribdi. Bomba ochdim. Chiqmadi. Tamam, narigi eventga boramiz shuni. Bitta normalniy odam chiqib qolsa Avogadro o'ldirib yuboradi bizani esingchi. Mana uni ham ochga chiqdi. Eventga borgan event. Mana bitta edi. Past ekan. Past ekan. Tushamizmi? Da. Voy, hatto yuring tepaga chiqing tepada. Bitta ovoz barammi, ha? Ellikta. Ikki odam bor ekan. Ikki odam bor ekan. Voy, saygasi bor ekan. Saygasi bor ekan. Oy, rahmatli. Voy! Voy! Avogadro rahmatli. O'ynda suvi. Avogadro Saygasi bor ekan. o'ring. Saygasi bor ekan. Arosh Avogadro. Siz ekan bu. Sentrda bor. Darmada hali. Ketdi. Oshirasi. Odam bor jigar. Ada, menda bor. Ikkita ekan suvi bilan. O'lmang. Shoshilmang. Joni yo'q. Ishlangan bular suvi. Oching. Yonimda. Voy. Uchinchisi qani? Mana ko'chada. Joni elit. Voy, kiribdi. Voy, kirib ketdi. Kula. Arosh Avogadro. Nima shu kill qildim? Avogadro jigarim kill beraman hali. Davay elit masjidga tushamizda tachka olamiz. Davayki. Angarga tushaman jigar. Fanga odam. Kel. Elit odammisizda? Da. Menda bor. Mana qayerda? Ishlangan bular suvi. Yonimda. Qoch. Voy. Qani? Mana Yonimda. ko'chada. Voy, kiribdi. Yo'sha. Voy, kirib ketdi. Kula. Jigar keting. Your teammates can still Otolmadim ey. Qoch bu yoqdan. Turg'izotdim kimdir? Qalqiradi. Yo'q, sentrdan turg'izing. Odam bor. This is the end. Ha, bo'lib ketdi. Voy, bir yo'qmi deyman. Chaqirib bo'lmaydi, boshqa odam och bo'libdi-yu. Hozir Voy. turg'izoring. Voy. Hozir turg'izoring. I'm recalling a teammate. Dushi. Qayosizlar. O pastda odam bor, ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'lish kerak emas bu yoqda, kill chopish kerak. Subani qaranglar akalar, g'araz niyatlari bor Subani. Mana Subaning asl basharasi. Menda odam Fayozov haykening. Mana bu yerda. Odam ekan. O'tirib olgan burchaga. Mana Watch ishda. out. Minus. Keragi bormi? Yo. Avogadro qattasiz? Suba event odam qoldimi? Loot bor faqat. Nima u? Mana olasizmi? Davay. Suvi jigar. Addishi. Tepaga turyapti. Opa. Odam qoldi. Hayır. Fayoz moshina keldi orqadan. Mana moshina. Moshina keldi orqadan. Fayoz moshina keldi orqadan. Mana moshina. To'xtat bizga odam, bolalar. Ikkita odam bizda mana buncha. Ikkita odam bizda. Go. Kerak edi. Minus jigar. Ketdimi Fayozov? Davay jigar. 60 bitta o'lib ketdi odam, hozir. Ketdi. 55 deydi. Kamaymayapti-yu. Bular atidan qilyaptimi, ha? Kill beradi, tekin kill. Lekin kill, mana xayoli kill. O'lish yo'q buni, kill. Yomonam yonyapti. Choy qaynadim bolam. Turgin borman, jigar, men qochdim yo'q, lut olmam. Mana. Oldinga borib poddersh kerak. Oy, bo'lish, to'g'ri dedi. Mon tomida suvi. Watch out. Life hack bolalar. O.
O'lma. Pashli tushdi. Boraman jigarlar, o'lib qolmanglar dushi. Yo'q, tomida mana uni. Marked a O'lma. location. O'ldi, o'lma. Tomida. Metga qo'ydi yana Marked a bitta. location. Sizlar tomon deya, men tomon demasa. Mana kitkat bor, qizil. Marked a Yerga location. tusharkan qayishgan. Voy. Dalagadir. O'qim tegmas ekanda. Uchab. Ikkinchisi. Bir xafa jigar. Og'izda o'q tegdi. Serkada ham bor ekan odam. Tegmas ekan. Serkada ham bor ekan odam. Tegmas ekan. Serkada ham bor ekan odam. Tepaga chiqib ketdik. Tepaga tush. Ya balkonda. Kirib ketdi. Dalagadir joni yo'q. O'zim. 10 tomonlik xonasam. Dada 10 tomon. Marked a location. Dalagadir qani? Tushdi. Aro. Navigatorni ushlash kerak. Hozir push qotdi dada. Elitga chopdi. Elitda ham ekil. Men qutqardim jigarimni. Aptechka bering. Serkifga odam uchibdi. Nima o'ldiraman? Ichida yuribdi. Ichida. Tashqari tosh bir xafa. Bormayapti, jigar. Voy. Kamonga aldanib chiqdi. Yana bor. Bu uchib tushgan edi, yana bor. Bagi. Usha qoling endi, brat. Ana. Usha qoling endi, brat. Ko'pay. Risilkadi hali ham tirik bolalar. Bitta resalki. Bagi menda ketmadi. O'ldi bagi. Yo'q odam. Короче, zonaga ketdi. Elitda ko'p keldi. To'proq qo'yadi elit. Elit o'ldirish kerak. Empisan, boy event 7 kining bor edi. Ne oldi Yo'q, ossan? sizda 8 ta edi. Hozir 10 ta bo'lgandir o'sha. Yo'q. Mandanam. Bu yo'l sizdan mendan ham oldin bo'lgan. Vo, tepada talpa bo'lyapti. Bormaman, jigar o'lishga haqqinglar yo'q bolalar. Bizda jonimiz bor esli cho'l 5 ketgan. PTSdan. Bosib 5 o'rtaga bo'ladi. PTSdan quruq qolasan. Давай. Давай. O'zi o'lib ketsa hozir. Oh, billar, tomda bor ekan. Pastdan yuribdi. Pastdan Men bosyapti. qarab bera olamizmi? Ogadir, mana shundan qarab berishimiz kerak. Men tepamda. Yo'q, odamni ko'rmayman. Ogadir xdajim. Ko'rmayman, odam Tomda ko'rmayman. ham bor. Mana kech qolgan, Ogadir qarang, mana kech qolgan. Yotib oldi. Ketdi. Yo'q, bolalar. Voy, ikkita hit edi, nok olmadi. Orqadan superga keldi. Dam Voy, qilish ikkita hit kerak. edi, nok olmadi. Ikkita hit edi, nok olmadi. Tomnok. Men qizil tomnok. Ogadir o'tiring. Nok olmadi. Ya, men boshqasini o'ldirdim. Uyi tomida qoldi, bolalar. Ana o'lgan. Mashina ichiga o'tirib olgan. Portlatdinglar? Bu ham kelib meni bosar ekanda. Tushdi. Voy. Yashiri bolalar. Voy. What aytdi-yu-da? Mashina keldi, boraylik, bliskasi boraylik. Mashina keldi, boraylik, bliskasi boraylik. O'tiring, Ogadir. Sherigi. Qayturamiz, mostdan o'tadi, baribir ham majbur. Yo'q. Bundan ketdi, oddiylar nafosda. Mostdan olishimiz kerak, bolalar o'tib olish uchun. Keladi-ku, hozir zonasi yo'q. Menga qarab turibdi ikki. O, bagi. Mostda mashina Ogadir. O'rtasi turibdi. Odam Qoch yo'q. ketdi. Bitta qo'ygan Fayozov. O'tish kerak. Marked an open door. Kel lan ikkita. Jon yo'q. Minus. Moski to'xtadi, Ogadir. Moski to'xtadi. Bor yana sherik. Bola orqasiga o'raylik. Lepashni ko'raman. Top berdilar. Voy, Ko'tarib olgan ekan, ko'pak. ich qoralik qildim-da, o'zini ko'tarsin deb. Bag'alni rog'a ko'karmas hech on deydi-ku. Baxilni bog'i ko'karmas hech qachon ey do'stim. Voy. Voy, nega?
Voy, nega? Yana suba. Dunyodagi omadli odam bo'lsam kerak. O'lib ketsam hozir shu gapdan keyin. Mosha ketdi. Watch out! Ketdi. Yes! Va Yes! elektron. Ibla hozir keldim o'sha odam. Yes! Ikkita o'qim tegdi. Ye. Hop. O, bratlar zo'r ekan-ku. O'z chaqiryapti-yu. Meni o'ldiringlar deb. Tomda. Tomda. Voy! Chopar ekanda. Nima elit kirmay suba kirsa subani o'ltiraveraylik. Kili ko'payib ketdi haqiqatan ham. Suba nomard ekan-ku. Suba kirsa subani o'ltiraveraylik. Ya, men kill Rahmat kerak. elit. Birga top ikki olamiz a. Da, jiga. Hadi kelamiz. Da, Men sizni kelamiz. o'rtada turishmoqchi bo'lishni ko'rdingizmi? Yuravering. Birga yurmaylik. Cho'poni menga Oh. Yuravering. Padashli yuravering. Birga yurmaylik. cho'poni menga Voy, ana ketdi chopish kerak. Ko'rdingizmi? Nok bo'ldi bu sherigi bor demay. Bosish kerak, jigar chopish kerak. Chopaylik ey. O'zim xursand bo'lsam bo'ldi-da. Tepada uylarda bo'lishi mumkin suba. Tepada emas, chapda, pastda. Voy Fayozov. Ko'rdim. Uylada. Pastda. Metkamda uylada. netga qo'ying, men bosib beraman. Va kilim karim baribir. Tepadami? 5 PTS ololmaysiz. 5 PTS ololmaysiz o'zi. 5 PTS ololmaysiz. Granatom o'tolmay qoldim. Yes. 5 PTS minus. Ikkita but o'yinchi. Aldayapti. Men turgan joyda turyapman. Zona keladi baba, zona keladi. Aldamayapman, mana eshik oldida bittasi Voy, qarayapti. normalniy o'yinchi ekan, o'zi otdi men. Elektronika bormi? Normalniy o'yinchi, kuchli o'yinchi. Aldayapti elit. Duryaptimi? Davay elit, subada 14 ekan kilo elit. Taqalating. Ko'rkida. Yaxshi. Voy! Voy, chiqordi. Voy! Elit Ko'tarot. Zona keladi, zona keladi. Voy nega! Shunaqa bo'lishini bila odam. Voy, jinnilik qildi. O'chira ovozingni. To'pir olish shart degan. chiqaradi. Yo'q, elit olishmasin to'pni. Boshida keyingi o'yinlarda o'ylashimiz kerak. Keyingidan o'tib ketamiz. Nima bo'ldi? Suban shu. Agadir shoshmang. Qo'cha, men deb qo'cha. Gadro. Deb qo'shdi. Tosh orqasi. La, shuncha jonni olaman ekanda, subaga kelib o'lib berar ekan deb. Qayishga beraymi, Agadro? Tashkam. Ungalayam. Meg'li. Pitosoni bor. Keldi. Wow. O'gay. Tosh orqasida suba granat joyi. Qayishga gol ketar ekan. Ko'proq kitarmida bor-ku. Voy. Tomiga qo'ndi, tomiga. Yo'q, tomida emas. Onasi yo'q. Agadir bor. Leza! Avogadro bizga yetib oldi. Raqib bilan tabriklaymiz. 11 ochko bo'ldi, 5 PTS bilan menda. Men keyingisini o'ynamay qo'ysam bo'ladimi? Raqib bilan tabriklaymiz. 10, 15, 6, 40 bitta kill qilamiz. Gap yo'q. Raqib bilan tabriklaymiz. Birinchi raund men o'ylagandan juda ham qiziqroq bo'ldi. Ularni ko'p kuttirmagan holatda ochkolar bilan tanishtiramiz. Hamma streamerimiz olishgan ochkolarni ekranlarda ko'rishingiz mumkin. Lekin men shuni aniq ayta olamanki, birinchi raunddan ko'ra ikkinchi va uchinchi raundlar ancha qiziqroq bo'ladi. Xo'p, streamerlarimiz oldinda qanaqa jang kutyapti deb o'ylaysiz? Kommentariyada izohlarni kutib qolamiz va albatta ikkinchi, uchinchi qismlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchalarni yoqib tayyor qilib qo'ying. Hammaga rahmat. Ikkinchi raundda ko'rishguncha.